Bugun sizlar bilan Schengen davlatiga qanday qilib joy olishni o'rganamiz. Mana bu hujjatlar tayyor bo'lgan. Bular ertaga hujjatlarni topshiradi. Siz ham o'zingiz uchun bemalol Schengen davlatiga elchixonaga hujjatlarni tayyorlab joy olishingiz mumkin. Bu juda oson. Schengen davlatlariga viza olish uchun elchixonaga hujjat topshirishda, joy olishda biz har xil viza sentrlar bor. VFS, BLS, u ya'ni elchixonalarga xizmat ko'rsatadi. Biz VFS Global'da tanladik. VFS Global'da saytiga kiramiz. Saytiga kirganimizdan keyin qaysi davlatdan topshirayotganimizni tanlaymiz. Biz O'zbekistondan topshirmoqchimiz. O'zbekistondan topshiramiz va bu O'zbekistondan VFS Global'da qaysi davlatlar bor? Har xil davlatlar bor. Biz Xorvatiyani tanladik. Xorvatiyaga kiramiz. Xorvatiyaga elchixona uchun joy olishimiz kerak. Book Now'ni tanlaymiz. Ya'ni hoziroq band qiling. Ya'ni Book Now'ni tanlaymiz ikkinchi marta. Siz VFS Global'dan joy olish uchun, joy band qilish uchun sizda elektron pochta bo'lishi kerak va bu saytdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish agar o'tmagan bo'lsangiz, I don't have an account deb bosasiz, ya'ni sizda account yo'qligini va ro'yxatdan o'tasiz. Bizda account bor, shuning uchun kiramiz. Mana bunday oyna ochiladi. Bu oynadan keyin Start New Bookingni bosamiz, ya'ni biz yangi joy band qilishni bosamiz. Shunda long stay yoki short stay, uzoq muddatli yoki qisqa muddatli. Bizga qisqa muddatli viza kerak, shuning uchun qisqa muddatli tanladik. Va kategoriyani tanlang. Business, turizm, visit viza. Bizga business viza qiziq. Shuning uchun business vizaga mana eng yaqin kunda joy belgilash, demak 20-iyunga to'g'ri kelyapti. Biz 20-iyunga joy olishimiz mumkin ekan. Continue bosamiz. Continue bosganimizda bizga vaqt beriladi. Juda ham tezlikda to'ldirishimiz kerak. Misol uchun bizda familiya ism mana Akmalxon Azimov. Mail, ya'ni erkak kishi. Tug'ilgan sanasini tanlaymiz. Misol uchun aytaylik 15/12/1991 deylik. Millatini tanlaymiz. Millat tanladik. Pasport raqamini yozamiz. Va hop. Date of expiry 12/05/2032. Aytaylik mana. Va kontrakt raqamini yozamiz. Kontrakt raqamini va save'ni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shunday detal chiqadi. Continue'ni bosamiz. Generate one time, ya'ni kod jo'natadi. Bizga kod jo'natganda bizga Gmail'imizga keladi. Bizga kelgan kod olamiz va kiritamiz. Va Continue'ni bosamiz. Time slot tanlaryapti mana. Time slot, ya'ni o'sha kunlarda vaqt xohlasak mana 23 ga 24 ga yoki boshqa kunlarga olishimiz mumkin. Bizga 20-chizloga joy kerak. 20-iyunga qaysi vaqtda bo'lsin? Mana 12:40 da bo'lsin dedik. Continue'ni bosamiz. Mana bizga mana shu vaqtlarga mana accept yes I agree ni tanlaymiz va bir tiyin ham to'lov yo'q. Mana 000. Confirmni bosamiz. Mana confirm bosganimizdan keyin mana bu booking details ni bossak bizga tashaveradi joy olingani haqida va bunga kiramiz. Mana joy olindi. Mana Akmalxon Azimovga 20-iyunga biznes viza uchun mana qayerga borishimizni ham ko'rsatib qo'ygan Amir Temur, ya'ni VFS Global'da viza centerga borib topshirishimiz mumkin hujjatlarni.